Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana bizda ishlar avjida davom etyapti. Mana bu yerda tokimiz, katta navesimiz, kiyimlar katta zakazlarimiz ham davom etyapti. Zaretortni Polsha kerakligiga zakaz berishgan, mana. Kasalar, hozir qanaqa yazini berishyapti. Keyin ko'pchilik retortni kerak ekani, hali oddiy temir kerak ekani bir xil deb o'ylashyapti-kan, bir xil bo'lmaydi. Sababi nima? Bu retortni kerak ekanmiz mana. Aylanishini hisobiga kunini to'kadi-da bu. Oddiy temir bo'ladigan bo'lsa, qimirlamaydi. Ustida silak bo'lib qoladi, o't yonmay turaveradi. Ishonchi retortni Polsha kerak ekani. Hamma ham narxiga qiziqib arzonni olishga emas, sifatli olishga harakat qiladi. Pulni qaytaga yutasizlar. Sababi effekt bermagandan keyin 1200 yo 1300 dollarlik katta yo'lda qaytarib almashtir deguncha ham vaqtingiz ketadi, ham asaringiz ketadi. Shuning uchun narxiga e'tibor berish kerak, lekin o'ta arzon narsaga uchmaslik kerak. Hozir Bag'dod katta naves qilyapmiz. Kuzatishda davom etasizlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, raqamimizni qoldiramiz, aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Mana bu navesimiz 11 metrga 10 metr oshiqroq. Tepa pastlari polni 6 ga 4 bo'lyapti, sababi obyomimiz kattaroqligi uchun, uzunroqligi uchun. Ichiga 4 ga 4 dan to'qilyapti. Fermasi ham 6 ga 4, ichi 4 ga 4 bo'ladi. Shuni o'zi bemalol ko'tarib beradi. Hozirgi zakazimiz xuddi shu Eco Pro modelimizdan bo'ladi. Bu model o'tirish yo'llari ekonomligini tushuntirib o'taman. Nimaga Eco Pro? Ham o't yurish yo'li, ham gorizontalni yuryapti, ham vertikalni to'liq pastga tushib, tevaga chiqyapti. Hammasi hisob-kitob bilan. Suv hajmigacha hisob-kitob bilan bo'lgan. Issiqlik ichkarida ushlab qolish KPDsi juda yuqori. Boshqa katta yo'llarga nisbatan solishtirganingizda, agar dimoxodga zaslonka qo'yib beriladigan bo'lsa, yana ham kuchayadi. Buni tasdiqlamayicha. Bu kurak garelkaga, hozir Polsha garelkaga zakaz berishgan retortni yasama. O'zimizda ishlab chiqarilgan Polsha garelkaga zakaz berishgan. Tayyorlanyapti, inshaalloh dushanba kuniga yetkazib beramiz. Endi 2-3 kun fursat bor deshganlar uchun 2-3 kun 2-3 kun ichida yetkazib beradigan bo'ldik. Hozir mana bunaqa garelkadan ko'rishlaringiz mumkin. Bunga mayda, o'rtacha ko'mirlarni yoqish mumkin bo'ladi. Iloji boricha o'sha semichka deyiladi, ko'mirdan yoqiladi. Bog'dan kelib tushgandan keyin tepaga qaynab chiqadi, bayda retorini aylanib turib, kulini to'kib, o't o'chib qolmaydi. Qanaqa ko'mir bo'lsa ishlab beraveradi. Faqat angren ko'mirdan bo'lganda, buni minus tarafi shu yerda tiqilish holat bo'ladi. Shuning uchun tanlovda o'zlarining ishonishiga e'tibor beradi. Agar angren ko'mir yoqadigan bo'lsalaring, oddiy kurak garelka yaxshi. Lekin semichka ko'mir yoqaveraman, hilolma yoki shibargol semichka ko'mir yoqaveraman, rasxoti jicha kamaysin deydigan bo'lsangiz, retortnida ozgina rasxoti kamayadi. Keyin xuddi shunday Nijniy Garena katta yo'llarimiz bor. Nijniy Garena o't pastdan yonadi, ko'mir pastlab boraveradi, o't yurish yo'li aylanib keyin tashqariga chiqadi. Bu eng sodda varianti. Bunga nisbatan o't yurish yo'llari yana ham o't yurish yo'llari uzunlari, rasxoti ekonomichlari bor. Ko'rsatib o'taman. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'yicha dastavkalarimiz bor. Mana bu katta yo'limiz o'sha holatda 2 yo'l yuradi. Keyin tashqariga chiqib ketadi. Bunga ham o'sha zaslonkalar qo'yib beriladi. Yana ham ekonomik bo'ladi. Mana bu katta yo'llarimizda 4 yo'l yuradi.
Endi agar bu nijniy garinalardan kerak bo'ladigan bo'lsa ham, shuni ustini qayta bo'yab beramiz, yetkazdirib beraveramiz. Kimga sifatli yo'llar kerak bo'lsa, garantiyali, ishonchli yo'llar kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqaverasizlar. Alhamdulillah. Ko'pchilik e'tibor bermaydi. Nimaga? Kat yo'lni narxi deyishadi, misol uchun 3 milliondan 100 kvadratlik kat yo'limiz 15 milliongacha bor deyishadi. Bir-biridan nima farqi bor deyishadi. Bu narsa birinchidan, buni brendiga taalluqli bo'ladi. Agar zavodskiy bo'lsa, brendiga qarab turib o'zgaradi. Zavodskiy qimmatroq yuradi. Haqiqatan listlari baquvvatroq, kempingda qilinadi. Avtomat apparatlarda quyiladi. Ozgina farqi bo'ladi, lekin ishlash muddati bo'yicha juda katta farq qilmaydi yasamalarni. Endi 3 million, 4 million, 2,5 million shunaqa kat yo'llarni aytadigan bo'lsak, bu kat yo'llar o't yurish yo'li juda qisqa va o't yonuv vaqti qisqa bo'ladi. Misol uchun bitta zapravkangiz 2-3 soat atrofida tezda tugab qoladi. U tugab qolgandan keyin siz yana chiqib ko'mir solishingiz kerak. Keyin xavfsizliklari inobatga olinmagan. Xavfsizlik darajasi pastroq. Chunki portlab ketish holatlari bo'ladi. U o'zini o'zi o'chirib yoqishlari yaxshi ishlamaydi. Shuni hisobiga ular arzonroq yuradi, ustida plyonlik bo'lmaydi, rasxoti ko'p bo'ladi. Shular hisobiga ozgina ular arzonroq bo'ladi. Ham garantiyasi bo'lmaydi. Garantiya beramiz deganlar ham ko'pchiligi servis ko'rsatishmaydi 3 millionlik narsaga. Keyin mana hozir bizda 7,5 million, 8,5 million bo'ladigan bo'lsa, 100 kvadratlik kat yo'limiz. Nijniy garina kat yo'li haqida gaplashyapmiz. Bu avtomat, nijniy garina, verniy garina kat yo'llar. 7,5 million, 8,5 million bo'lsa, bu polni komplekt variantida plyonli bo'lgan, hozir ko'rsatib o'tganimdaqa, plyonli bo'lgan, keyin yonish vaqti 12 soatdan 18-20 soatgacha bemalol bitta zaparatka bilan yonib beradi. Bu narsalar ko'mirda turiga, keyin uyda issiqlik ushlashi holatiga, havoni sovug'iga qarab turib, u ozgina o'zgarish holati bo'ladi. Agar uyda issiqlik ushlashi pastroq bo'ladigan bo'lsa, ko'mirda kilokaloriyasi pastroq bo'lsa, masalan 8 soatga tushishi mumkin. Lekin 5-6 soat yonmaydi. Eng kamida 8 soat bo'lmasa 18 soatgacha yonaveradi bu kat yo'llarimiz. Shuning uchun afzalligi shunda. O'zi kat yo'l qo'yishdan maqsad ham kat yo'l qo'yganimdan keyin unga kamroq qaraydigan narsa. Shuning uchun hozir ba'zi insonlar avtomatga o'tib ketishyapti. Endi bir xilga odamlarga avtomat noqulay bo'lib turib, pul avtomatga o'tishyapti. Chunki u narsa nimaga bog'liq? Yoqadigan ko'mirlariga, keyin yana boshqa yoqilg'ilariga, misol o'tin yoqishlari mumkin, boshqa yana yoqadigan narsalari bo'lishi mumkin. U narsalarni yoqishlari uchun pul avtomat kat yo'llar qulay bo'ladi. Endi yana bitta yangilik qilganmiz, o'sha aralash narsalarda ham yo'qsiz bo'ladi, ham o't yurish yo'li avvalgidan yana ham uzun bo'lgan. Bu kat yo'limizni ham bir ko'rsatib o'tamiz. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Ishimizni doimo qo'yib borishga harakat qilamiz. Mana hozir tok, naves, darvoza, panjara, keyin kat yo'llarda O'zbekiston bo'yicha yasab yetkazdirib beramiz. Shuning uchun faqat narxiga uchun arzon sifatsiz narsa olmang. Garantiyasiga e'tibor bering. U kat yo'lchilardan, kat yo'l olganlar bilan gaplashing agar o'tsa bo'ladigan bo'lsa. Keyin kat yo'lda sifatiga ham e'tibor berish kerak, tekshiruv davleniyasiga. Agar misol uchun meni seximga keladigan bo'lsangiz, bemalol yoningizda siz oladigan kat yo'lda ham 5 davleniyagacha damlab beriladi. Suv chiqmaydi ichkaridan ham tashqaridan. Keyin kat yo'lda olib ketsangiz bo'ladi. Xohlasangiz garantiyasi bilan jo'natib yuboramiz. Suv chiqadigan bo'lsa, sirazi o'rniga boshqa kat yo'l yuboramiz yoki istasangiz pulingizni qaytib berishingiz ham mumkin. Bemalol bu tarafdan. O'tgan yili Yaypanda shu muammo bo'ldi. Kat yo'l olishgan Andijondan. Qaysi brenddagilardan kat yo'l olishgan, ichidan suv qo'yib yuborgan. Yopiq sistema bo'lgan, ichidan suv qo'yib yuborgan. Keyin uni qaytarib berib yuborishgan, menga kelishdi. Kat yo'l zakaz qilishdi. 2-3 kunda jo'natib berdim, sababi umraga ketishlari kerak ekan. O'zim ishlatib ko'rib, keyin ketishim kerak edi. Bu tezlatib jo'natib berdik. Olib olib yoqishgan payti suv oqyapti dedi. Bordik, kechqurun bo'lishiga qaramasdan bordik. Borganimizda ichkarida ozgina ko'mirda namligini hisobiga terlaganda suv tushgan. Ham sistemada suv sovuq, o'sha kat yo'lda ichida ozgina terilab suv tushgan. Shuni hisobiga u akamiz o'ylashibdi, suv
katta yo'lni ichidan chiqadi. O'ylashdi, unaqa holat bo'lmagan. Ya'ni tekshiruvdan o'tkazilgan. Yonlarida borib, ichidagi issiq suvga plus davleniya berib, 5 davleniya berib, yonlarida ko'rsatib, mana bexijolat tekshirib bas deb tekshirib berib keldik. Ungacha rosa asabiylashdi, o'zi sizlardan o'sha garantiyali deb oluvdik deb. Shunaqa vaqtida servis ko'rsatishga harakat qilish kerak, katta yo'lchilar. Vaqtida servis ko'rsatib beramiz, bexijolat. Aloqaga chiqaverasizlar. Qaysi katta yo'ldan bo'lsa, avtomat, pol avtomat katta yo'llar. Katta kvadratli katta yo'llarni ham bemalol tayyorlab beramiz. Yetkazdirib beramiz O'zbekiston bo'yicha. Yetkazdirib berishimiz vodiy bo'yicha uygacha yetkazdirib beramiz. Vohalarga asosiy yo'ldan qabul qilib qolishlariga to'g'ri keladi. Agar 20-30 kilometr atrof bo'lsa, 100 mingga olib kirib ketadi menimcha. Shunaqa holatda bo'ladi. Dastlabkamiz. Lekin shahar markazi o'sha asosiy yo'llarga, vohalarga ham bepul bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar. Endi rasxodlari aytganimdek bexijolat, kam rasxod bo'ladi. Garantiya beriladi, boshqa katta yo'lga nisbatan ham solishtirib ko'rsangiz bo'ladi. Eng ekonomik variantlar so'nggi modellar desak bo'ladi, bemalol.